إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli o'quvchi qarindoshlar, darsimizni oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hozir o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz sakinlik lamga aloqador qoidalar. Sakinlik lam. Ya'ni sakinlik lam deganimiz harakatsiz lam. Ya'ni zabar, zir, kasra, ya'ni zabar, zir, pesh bo'lmagan lam sakinlik lam. Biz oldingi qatimliq darslarda sakinlik nunga aloqador qoidalarni so'zladik. Sakinlik mimga aloqador qoidalarni so'zladik. Hamda bu bugungi darsimiz sakinlik lam. Lamninki sakinlik kelgan holatidagi qoida qonuniyatlarini so'zlaymiz. Bu sakinlik lam jami 5 xil. Ya'ni tuvandagidek 5 xil ahvolda, ya'ni sakinlik lam bo'ladi. Sakinlik lamning turi 5 xil. Birinchisi fi'ldagi sakinlik lam. Fi'l, fi'l. Bilimizmi? Fi'ldagi sakinlik lam. Ikkinchisi buyruqni bildiradigan sakinlik lam. Bu lamul amr. Sakinlik lam. Uchinchisi aniqlik alomati bo'lgan, masalan, lamut ta'rifdagi sakinlik lam. Lamut ta'rif deymizmi? Alif lam. Ya'ni aniqsiz ismga chirib, aniq ismga aylantiradigan alif lam deymizmi? Shu alif lam, ya'ni sakinlik lam shu. To'rtinchisi ismdagi sakinlik lam, beshinchi harfdagi sakinlik lam. Unda bo'lsa bu 5 sakinlik lamninki hukmlarini biz ayrim so'zlaymiz. Birinchi fe'ldagi sakinlik lam. Fe'l biz bilamiz, fe'l. Yani arab kelimeleri 3 ga biladi. Fe'l, ism, harf. Yani o'xshash shuningdagi fe'l. Yani fe'l. Fe'ldagi sakinlik lam. Fe'ldagi sakinlik lamning hukmi tuvandagidek 2 xil bo'ladi. Birinchisi izhar, ikkinchisi idg'am. Izharninki lug'at ma'nosi uch qashqar qilish degan gap. Idg'amning lug'at ma'nosi kirishtirib o'tish degan gap. Biz buni burungi qoidalarimizni so'zlab bo'lgan. Unda bo'lsa fe'ldagi sakinlik lamning keynidan lam va ro'dan boshqa harflar. Ya'ni lam bilan ro'dan boshqa qilib qolgan 26 harf kelsa, fe'ldagi sakinlik lamning hukmi izhar bo'ladi. Ya'ni shu sakinlik lamni uch qashqari qo'yamiz. Masalan, qul desak, mishada sakinlik lam bor. Qul fe'l bu. Qul a'udhu deganga o'xshash. Qul sakinlik lamning keyindan bu yerda hamza keldi. Demak, sakinlik lamning keyindan lam bilan ro'dan boshqa qilib qolgan 26 harf kelsa, mushadagi sakinlik lamning hukmi, ya'ni fe'ldagi sakinlik lamning hukmi izhar bo'ladi. Uch qashqar qilamiz. Masalan, qul na'am. Qul a'udhu. Qul a'udhu deganga o'xshaydi. Unda bo'lsa shu fe'ldagi sakinlik lamning keynidan lam bilan ro mush ikki harf kelib qolsa, bu fe'ldagi sakinlik lamning hukmi idg'am bo'ladi. Masalan, qul mush sakinlik lam, fe'ldagi sakinlik lam keynidan rakib qilib qolsa, ro bilan rakib qilib qolsa, masalan, ro bilan lam. Bu yerdagi ikki harfni biz kirishtirib o'tamiz. Ya'ni hukmi idg'am bo'ladi. Masalan, qur robbi. Qur robbi desak, qul robbi asli sakinlik lamning keyinda, fe'ldagi sakinlik lamning keyinda ro keldi, kirishtirib o'tsak, qur robbi. Qur robbi. Mana o'xshash bo'ldi. Ikkinchi buyruqni bildiradigan lam. Ya'ni lamul amr deymiz, liyadrib deganga o'xshash, liyadrib, liyashrab deganga o'xshash. Unda bo'lsa, bu buyruqdagi lam asli zirliq. Bu buyruq lam, ya'ni lamul amrninki asli harakati nima?
zirliq bu. Nemish bu yerda sakinlik lamlarning qatori sanab qoldik. Sakinlik lam deb bu 5 sakinlik lamning orasida sanab qoldik desanglar. Bu lamul amr, ya'ni shu hozirgi zamon fe'llarga chirib shu fe'lni buyruq o'zgartirib yetadigan shu lam, thumma, vav, fa'dan iborat 3 harfning keyindan kelib qolsa, 3 bog'lovchining keyindan kelib qolsa, bu lam sakinga o'zgarib ketadi. Demak, bu yerdagi bugungi darsimizdagi lamul amr, ya'ni buyruqni bildiradigan lam degan nemish bu sakinlik lamlarning qatoriga kirib qoldi desak, bu yerdagi lam, thumma, vav, fa. Shu 3 bog'lovchi, ya'ni 3 harfning keynidan kelgan lamni ko'rsin. Ya'ni boshqa harflarning keynidan kelgan yoki yolg'iz kelgan holatlarda bu sakinlik bo'lmaydi, zirlik bo'ladi asloda bo'yicha. Bugungi buyruqni bildiradigan, ya'ni thumma, vav, faning keynidan kelgan lamul amr, ya'ni shu buyruqni bildiradigan lamning hukmi faqat va faqat izhor bo'ladi. İzhar. Mesela thummel yaqta' desek aslisi li yaqta'. Li yaqta'. Li asli lam zir. Thumma'ning keyindan kelgan kuchun bu thummel yaqta'. Sakin o'zgarib thummel yaqta'. Sakin o'zgardi. Bu yerda hukmi nima bo'ldi? Izhar. Vel yatalattaf. O'xshashmishadimi? Falyanzuril insanu. Falyanzuril mishadiki lammi. Shu lamul amr, ya'ni buyruqni bildiradigan lam bo'ladi. Buyruqni bildiradigan lamning hukmi faqat izhar. Ochiq oshkor o'qiymiz. 3-lam, ya'ni 3-sakinlik lam aniqlik lam, ya'ni aniqlikqa dalolat qiladigan lam. Ya'ni lam ta'rif. Buning hukmi ikki xil: izhar, idg'am. Qanday vaqtda izhar bo'ldi, qanday vaqtda idg'am bo'ldi desanglar, izhar vaqtida shu lam ta'rifning keynidan qamriya harflari. Ya'ni buni biz nima deymiz? Ay harflari deymiz. Ay harflari bo'lgan 14 harf kelsa, bu lam ta'rif, ya'ni aniqlik alomati bo'lgan lamningki hukmi izhar bo'ladi. Masalan, qamriya harflaridan al-qamar desak, qaf qamriya harf bo'ldi. Al-qamar, al lamni uchiq qildimmi, o'qimadimmi hozir? Al lam uchiq chiqdi. Al-qamar lam izhar bo'ldimi? Al-qamar lam uchiq chiqdi. Masalan, al-hajj desakmi, ha lam ta'rifniga endi ha keldi. Bu ha ay harflaridan qatori. Unda bo'lsa bu ay harf qancha? 14. Bular shu mana katekchining ichidagi shu jumlaga yig'inchoqlangan. Ibghi hajjaka va khaf aqima. Ibghi hajjaka va khaf aqima degan mush jumladagi 14 harf. Hamza, ba, g'ayn, ha, jim, kaf, vav, kha, fa, ayn, qaf, ya, mim, ha. Dan iborat 14 harf qamriya harfi bo'ldi. Demak, lam ta'rif, ya'ni aniqlikni bildiradigan lamning keynidan qamriya harfi kelib qolsa, hukmi izhor bo'ldi. Unda biz qanday vaqtda idg'am bo'ladi desak, shu aniqlikni bildiradigan lamning keynidan qilib qolgan 14 harf kelsa, ya'ni bu 14 harfni biz shamsiya harfi, ya'ni quyosh harfi deymiz. Quyosh harflari bo'lgan 14 harf kelib qolsa, bu yerda hukmi idg'am bo'ladi. Keyingi harf bilan kirishtirib yutamiz. Bu lamni bo'shaq talaffuz qilmaymiz. Masalan, ash-shams. Demak, lam ta'rifni keyindan shin keldi. Bu shin quyosh harfi, ya'ni shamsiya harfi. Ash-shams. Lam chiqdimi bu yerda? Lam talaffuz qildikmi? Al-shams desak to'g'rimi? Xat. Ash-shams. Ash-shams. Lamni idg'am qilyapmiz. Unda bo'lsa, bu idg'am harflari bu yerdagi, ya'ni quyosh harflari mana shu katekchidagi to, sa, sod, ro, ta, bod,
val, nun, dal, sin, va, za, shin, lam dan iborat qilib qolgan 14 harf. Buni Jamzuri rahimahulloh o'ziniki Tuhfatul Atfal degan kitobida tuvandagi 2 beytga yig'incha qilgan. Ya'ni bu beyt o'z ichiga olgan 14 kalimaninki har bir kalimaning 5 harf. Ya'ni طيب ثم صل رحمن تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. مش ikki misraliq mushu bir she'rdagi har bir kelimening bosh harfi, yani har bir so'zning bosh harfi o harf, ya'ni quyosh harfdir bo'ladi. Aniqlik alomatini, ya'ni aniqlikni bildiradigan lamning hukmi izhar, idg'am. Qamariy harflar kelsa izhar, idg'am harflar kelsa, ya'ni shamsiy harflar kelsa idg'am bo'ldi. Shuning bilan bu tugida. Unda bo'lsa bu sakinlik lamning 4-inchisi ismdagi lam. Ismdagi lam. Ism. Masalan, sulton desak bu bir ism. Sulton desak sul sakinlik lam bo'ladimi o'shanda? Sulton. Mushundaq ismlarda keladigan sakinlik lam. Buning hukmi faqat va faqat izhar. Demak, ismdagi sakinlik lamning hukmi nima? Izhar. Sulton, mulk, xulq, masalan, wildanun, masalan. Shunga o'xshash ismda keladigan sakinlik lamlarning hukmi faqat va faqat izhar bo'ladi. 5-chi sakinlik lam harfdagi sakinlik lam. Harflardagi sakinlik lam. Unda bo'lsa bu harflardan faqat 2 lam harfda sakinlik lam bo'ladi. Harflar desak, masalan, min, ila, an, ala, bal deganga o'xshash harflarni bilamiz. Mush harflardagi bal bilan hal, mush 2 harflarda lam sakinlik lam bo'ladi. Bal va hal. Mush 2 harfga xos bo'ladi. Unda bo'lsa shu bal bilan haldagi shu sakinlik lam, ya'ni harfdagi sakinlik lamning hukmi 2 xil. Izhar va idg'am. Qanday bo'lsa izhar bo'ldi desanglar, shu sakinlik lamning keyindan, ya'ni harfdagi hal bilan balning keyindan, ya'ni shu sakinlik lamning keyindan ra bilan lamdan boshqa 26 harf kelib qolsa, hukmi izhar bo'ladi. Ra bilan lamdan boshqa 26 harf kelib qolsa, hukmi izhar bo'ladi. De ma'noga o'xshashda fe'ldagi sakinlik lamga o'xshash. Shu ra bilan lam kelib qolsa, hukmi idg'am bo'ladi. Ya'ni hal bilan balning keyindan ra bilan lamdan boshqa 26 harf kelsa, hukmi izhar. Shu lamni uch qilamiz. Masalan, hal ataka desak, hal sakinlik lam keldi, keyindan hamza keldi. Hal ataka. Demak, mishada sakinlik bu yerdagi sakinlik lamning hukmi nima bo'ldi? Izhar. Idg'am bo'lsa qanday bo'ldi? Shu sakinlik lam, ya'ni hal bilan baldik sakinlik lamning keyindan ra bilan lam kelsa, shu 2 harf kelsa, hukmi bu yerda o'xshashlar nima? Hukmi idg'am bo'ladi. Masalan, buning misoli hallaka desak, hal sakinlik lam keldi, keyindan lam keldi. Hallaka. Hallaka. Demak, 2 lam idg'amlab ketdi. Sakinlik lamning keyindan yana lam keldi, idg'amlab ketdi. Demak, harfdagi sakinlik lamning hukmi izhar va idg'am. Lam bilan rodan boshqa kelib qolgan 26 harf kelsa, hukmi izhar bo'ldi. Lam bilan ro kelib qolsa, hukmi idg'am bo'ldi. Unda bo'lsa biz sakinlik lamga aloqador 5 lamni bir qator so'zliq, hamda biz buningki har birisini misollar bilan tafsili bir qatim so'zlaymiz. Sakinlik lamning birinchisi fe'ldagi sakinlik lam. Fe'ldagi sakinlik lamning hukmini biz izhar, idg'am deb 2 xilga ayirdik. Lam bilan rodan boshqa 26 harf kelsa izhar dedik. Shundaymi? Lam bilan ro kelib qolsa hukmi izhar, idg'am dedik. Unda bo'lsa buning misollari mana bu sakinlik lam keldi, qul fi'l. Shundaymi? Keyinda ro keldi. Ro. Demak, bu yerda qanday bo'ldi? Hukmi idg'am. Lam bilan ro kelsa hukmi idg'am bilan deb birlashtirib etsak.
Qur Rabbi. Qur Rabbi. Qur Rabbi. İdgam qilib Endi mayada aqul lakum. Mana qarayli. Aqul. Sakinlik lam keldi, fe'ldik sakinlik lam. Kendi yana lam keldi. Demak, lam bilan ra kes qanday bo'ldi? Idgam. Ya'ni kirishtirib o'tdik. Ikki harfni kirishtirib bir harfga aylantiramiz. Alam aqul lakum. Aqul lakum. Endi maya qaraydigan bo'lsak, vaja'alna o'tirdi bir sakinlik lam bor, keyin nun. Bu yerda qanday bo'ladi? Hukmi izhor bo'ladi. Lamni uchiqqa chiqarishimiz. Vaja'alna chunki lam bilan ro'dan boshqa harflar kelsa hukmi izhor bo'ladi. Yana bir misol. Va tawakkal ala. Sakinlik lam keldi, tawakkal. Keyin ayin keldi. Bu yerda o'xshashlar hukmi izhor bo'ladi. Ya'ni va tawakkal ala va tawakkal lamni uchiqqa chiqarishimiz. Qul hatu. Qul hatu. Sakinlik lam keldi. Keyin ha. Demak bu yerda yana lam hukmi izhor bo'ladi. Ikkinchi sakinlik lam buyruqni bildiradigan sakinlik lam. Ya'ni lamul amr. Buning misollari, masalan, waltakum. Waltakum. Asli buni litakun. Bayya deganimizdek, asli bu lam zirti. Qanday vaqtda sakin o'zgaradi dedik? Summa, vav va faning keyindan, mush 3 harfning keyindan kelgan chaqda bu sukunga o'zgaradi. Masalan, mana oldida vav keldimi? Waltakum minkum. Waltakun. Demak, waltakun lamni uchish qilamiz, bu yerda hukmi izhor bo'ldi. Falyastajibu. Mana bu faning keyindan kelgan holati. Falyastajibu lam sukun. Hukmi izhor. Wal yu'minu. Bu yerda ma oyatda 2 yerda bor ekan. Wal yu'minu. Bu yerda o'xshashlar lamning hukmi, sakinlik lamning hukmi izhor bo'ldi. Wal tanzur. Demak, bu yerda o'xshashlar sakinlik lamning hukmi izhor bo'ldi. Demak, lamul amr, ya'ni buyruqni bildiradigan lamninki sakinlik lamninki hukmi izhor. Tugadi. Keyingisi, yana uchinchisi aniqlik alomatininki lami. Ya'ni lamut ta'rif. Buni hukmi izhor idg'am dedik. Ya'ni qo'yash harflari nima? Qamariy harflari, ya'ni ay harflari kelsa hukmi izhor, qo'yash harflari kelsa hukmi idg'am. Bo'lsa buni misol bilan biz texmo aniq tushunamiz. Men qaranglar. Al-abu desak, sakinlik lam mana shu lamut ta'rif, keyindan hamza keldi. Demak, bu hamza ay harfimi yoki qo'yash harfimi? Demak, mayada biz qo'yash harf nima? Ay harfining birinchisi ibg'i deganda men hamza bormi-ki mana? Hamza bormi shu yerda? Demak, hamza ay harfi. Sakinlik lamdan keyindan ay harflari kelsa hukmi izhor. Al-abu lamni izhor qildik. Al-abu lamni oshkor qildik. Al-babu o'xshash. Al-jannatu o'xshash. Ya'ni lam ay harf keldi. Al-himaru ya'ni o'xshash. Al-khubzu al-aynu. Demak, 14 ay harf kelsa hukmi izhor bo'ldi. Ikkinchi hukmi nima? Idg'am. 14 harfdan boshqa 14 harf, ya'ni qo'yash harflari. Masalan, ash-shamsu. Shin keldimi? Bu shin qo'yash harfi. Shunga lamni uchiq qilmadik bu yerda. Kirishtirib o'tdik. Al-shamsu emas, ash-shamsu. Idg'am qilib o'tdik. As-sadru. As-sadru. Ad-dayfu. Ad-dayfu. At-talibu. Al-zuhru. Al-lahmu. Al-lahmu. Muşunun o'xshash ay harflari kelsa, ya'ni qamariy harflari kelsa hukmi izhor bo'ldi. Qo'yash harflari kelsa hukmi idg'am bo'ldi. 4-chi sakinlik lam, ismdagi sakinlik lam. Buni hukmi nima dedik? Izhor. Faqat va faqat izhor.
Masalan, al-fa-fa, al. Hükmü izhar qildik, uch ashkara. Qalbun desekmi, masalan, qalbun sakinlik lam keldi, ismlik sakinlik lam, buning hükmü izhar. 5-chi sakinlik lam harfdagi sakinlik lam. Demak, faqat biz ikki lam harfda sakinlik lam bor dedik. Hal va bal. Buning hukmi izhar. Lam bilan ro'dan boshqarib kelsa, bu fe'lniki o'xshaydi. Lam bilan ro'dan boshqa jigim altarib kelsa, hukmi izhar. Lam bilan ro kelib qolsa, hukmi idg'am. Masalan, bal desek, sakinlik lam keldi, harfdagi sakinlik lam, keyinda ro keldi. Ba'da hukmi nima bo'ladi? İdgam. Bel rafa'ahullah. Bel rafa deb lamni chiqarmaymiz. İdgam qilib, ikki harfni kirishtirib o'tamiz. Bel rafa'ahullah. Mayad yana birisi hal yasma'unakum. Masalan, hal yasma'unakum. Sakinlik lam keldi, keyinda ya keldi. Lamni uch qashqar qilamiz. Buning hukmi mayada izhar bo'ladi. Demak, lam bilan ro'dan boshqa jigim altarib kelsa, hukmi izhar. Lam bilan ro kelib qolsa, hukmi idgam bo'ldi. O'shaning bilan sakinlik lamga munosabatli darsimiz mushada oxirlashdi. Keyingi soatlik darsimizni ko'rishimiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rgangich qarindoshlar, darsimizni oxirida davomlashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hozirgi darsimizda o'tiladigan nuqta tashdidlik nun va tashdidlik mimning hukmi, ya'ni qoidalari. Tashdidlik nun va tashdidlik mimning hukmi. Tashdidlik nun deganimiz, mana shu misol qaraydigan bo'lsak, mana shu belgi qo'yilgan, ya'ni shadd belgisi deymiz, tashdid. Mushu belgi kelgan nun. Tashdidlik mimmi mana. Nun bilan mim ikkisi tashdidlik kelgan chaqda qanday talaffuz qilamiz? Ya'ni qanday o'qsak to'g'ri bo'ladi? degan qoidani o'rganamiz. Tashdidlik nun va tashdidlik mim kelib qolsa, buning hukmi, ya'ni bu yerdagi qoida g'unna, ya'ni g'unna qilish. Qur'oni Karim tilovat qilgan chaqimizda qanday yerda tashdidlik nun va tashdidlik mim kelib qolsa, biz bu yerda g'unna qilamiz. Unda bo'lsa g'unna degan nima desanglar, g'unna deganimiz dimoqdan, ya'ni qanşardan chiqadigan ayati yaqimliq mungluq bir ovoz. Mungluq bir ovoz. Buning miqdori 2 harakat bo'ladi. 2 harakat miqdorida chiqaramiz. Masalan, men misol qaraydigan bo'lsak, tashdidlik nun keldi. Bu yerda qanday qilamiz? G'unna chiqaramiz. Inna. Inna. Inna deb lam yutab ketsak, bu yerda xato bo'ladi. Mishadiki haqiqiy to'liq ado bo'lmay qoladi. Shunga inna. Inna deb mush g'unnani kamil chiqarib bo'lgandan keyin undan keyin oxirga o'tamiz. Yana bir misol, mimning misoli, mim tashdidlik keldi. Bu yerda ham deymiz mimma. Mimma. Mimma xuliqo deb mushuni talaffuz qilamiz. Minal jinnati. Minal jinnati. Amma. 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 Men mushunchalik miqdorida bo'ladi. Demak, 2 harakat miqdorida deb belgilaymiz. Demak, bu darsimizdagi muhim nuqta tashdidlik nun va tashdidlik mimningki qoidasi. Ya'ni tashdidlik nun va tashdidlik mim qanday yerda uchrab qolsa, buni biz bu yerda biz g'unna qilamiz. Inna thumma mimma minal jinnati amma. Uning miqdori 2 harakat miqdorida bo'ladi. Bu darsimizdagi muhim nuqta mana bilan oxirlashdi. Kelar soatlik darsimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.